Free Fire'dan farqi nimada? To'y PUBG bilan Free Fire'ni ko'pchilik solishtiradi, bilasizmi? Ko'pchilik konkurensiya bo'ladi. Free Fire'chilar PUBG'ni gapiradi, PUBG'chilar Free Fire'ni. Bu degani nima desa bo'ladi? PUBG CS:GO deb oladigan bo'lsak, Free Fire'da bu eski 1.6 desak Shu gapiga tashlog'im yetdi. bo'ladi. Nima demoqchiman bu gapni? Free Fire bu fantastikaga asoslangan o'yin, ya'ni Bu gapiga ham tashlashimni so'ribdi. Telefonlarda ham o'ynasa bo'ladi bemalol. Bo'ldi, osonroq o'ynash, addacha yo'q. Aha, bu o'ylay so'roq. Bilat, sen bir Free Fire'ga kirda, bitta o'ynab ko'rgin, jalab PUBG'dan ona qilib o'ynaysan. Free Fire'ga kirsan, bitta headshot berib ko'rgin, ko'ramiz ahvolingni. Ay, pajor, o'z bilinib turibdi-da, Teo Temirdan kalta yeganlar o'z bilinib turibdi-da. O'tish bor. Men PUBG'ni yomonlamayapman bola, esishdi. PUBG'ni yomonlatgan. Men bu odamman asamiz. PUBG'da auditoriyasi bu bo'lsa Free Fire'dagi bacha. Mana.